Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi darsimiz tunigun ilonda bergandek Sevrning tigi oltin. Mufassirlarning peshvosi Muhammad ibn Jarir Tabari o'zining tarix kitobida 240-yili Makkada yuz bergan bir voqealikni bayon qildi. Allama Ali Tantavi uni hikoya shaklida qilib yozdi. Kuveytlik olim Tarix Suaydan uni ovozli o'qiydi. Allama Muhammad Ratib Nablisi ya'ni ovozli qilib o'qiydi. Bugun sizlarga uning uyg'ursini aytib beraman. Hijriya 240-yili Ramazonning birinchi kuni Makka nihoyat issiq kunlar edi. Shu chaqda namoz bomdodga azon chiqdi. Ramazonning birinchi kuni namoz bomdodga azon chiqdi va Makka ahli umuman Masjid-i Haramda namoz bomdodni ado qilish uchun yo'lga chiqdi. Shularning orasidan 86 yoshlik Abu G'iyos degan odam Masjid-i Haramga berib bomdod namozini o'qish uchun o'rnidan turib baqdi, lekin maqdur yo'q, kuchi yo'q. O'rnidan qimirlayolmaydi. Shuning bilan o'ltirgan yerda namoz bomdodni o'qiydi. U odam shuncha kambag'al bo'lib, bundan 3 kun burun, ya'ni Ramazon kirishdan 3 kun burundan tortib tomoq tetini tetib boqmagan. Tomoq yeb boqmagan. Zamzam ichgan, suv ichgan, bir yerden 2 tal xoma tapsa şunu yegan, shuningla bir tomoq yeb boqmagan. Shunchalik bir kambag'al. Bu odamninki 4 qizi, 2 singlisi, ayoli, qaynonasi bo'lib, o'zi bilan 9 jon. 9 jon bir uyda yashaydi. O kadar kambag'alki namoz o'qig'ili bo'ladigan, ya'ni kiyib namoz o'qig'ili bo'ladigan bir tane uzun kiyimi bor ekan buning uyda. Chunki hammasining kiyimlari birisini churib tishib ketgan, birisini aytibak halqa namoz o'qishga bo'lmaydigan, bak qisqa, birisi bak tuyshuk, ashunda bo'lgan ekan, shu bir kiyimni, bir uzun ko'ylakni dastlabda uni kiyib, Abu G'iyos namozda o'qiydi ekan, uni septirib, ayoliga septirgan, ayoli uni kiyib o'qiydi ekan, uniki qaynonasi kiyib o'qiydi ekan, unikin avu 2 singlisi, unikin 4 qizi ashunda o'qiydi ekan. Ya'ni mustaqil namoz o'qig'ili bo'g'uvchilar bir kiyimi yo'q ekan. Bu odamning ishimi yo'q endi. 86 yoshga kelib ketgan odam. Shunchalar kambag'al, tapqanni yeydi, ammo qat'iy harom yemaydigan. Shu kuni namoz bomdodni o'qib bo'lib, o'ltirib qoladi, o'ltirgan yerda, midirlayolmay. Shuni bilan ayolimi namoz bomdodni o'qib bo'lib uning deydi. Ayoli Lubaba degan ayol. Abu G'iyos endi o'ltiraversak, bu ochlikdan o'lib ketmaylar. Qizlarning bak qusuqi och, o'rnidan turolmayotdi bo'lma. Singillarmi shundoq, onammi shundoq, hammamiz bak ochlikning dardini bak tatib ketdik. Endi Allah bizni sabab qilishga buyurgan ekan, siz bir sirtga chiqib baqsangiz, do'konlarni aralab beqing, bekimni sizni bir ish qilsalar, ish chiqib qolsa ish qilasiz, ayna qilib azoq bir nonpan bir narsa akarsangiz, yeyamiz, iftor qilamiz shunda deb chiqib o'tgan. Ma'qul chiqib baqay deb chiqib, unda aylanadi. Aş mahalladagi do'konlarni, bozorlarni aylanadi. Hech qanday bir odam uni ish qilsa demaydi. Chunki 86 yoshlik odamdan hurmatlab ish qilsamaydi. Ish qilgan taqdirda bunda yoshdagi odam nima qilib beralaydi hamda? Shundan keyin beshi qilib yoki bekim binasi bermagan, yoki bekim ish qilsamagan, shuna beshi qilib shu misbilida bir daraxtning tuyida o'tirdi bir demalib. Qattiq shu ochliq va qattiq uruq, badanim shunda uruqlikdan maqdur yo'q aynan.
daraxtga yo'linib o'tirib, shu tupini so'rib o'tirdi, tupini tatlab qo'ydi ba'zida atrofida yerdagi tupinicha. Shunda bir tupini tatlasa, bir yılan chiqdi, bir yılan. Yılan chiqdi deb qulunishida tatib tursa, bu midirlamaydi, yılanning quyruqi midirlamaydi. O yılan topining ichida quyruqi tashlandi, madam bor. Qo'li bilan ayani to'pini mana yurish degandan keyin shuni chiqib qoldi quyruqi. Ammo midirlamaydi. Bu qanday midirlamaydi, qanday bu da tatib baqsa yana midirlamaydi. Shuni shat deb kuch bilan bir tassa, aşı chiqib uzun bir yılan. Əməliyyatda bu yılan emas, bu hacılar biligi taqab pullarını selib kildigan himyan, kemer, hazırki zamanda kemerge o'xshash himyan hamdi. Burungi zamanda shunday hayvonlarning terisida yasaydi ekan, uni mazmut olsun deb. Qarisi ichi noyat eg'ir turdi. Shunda olib olsa 1000 tilla. Ko'zi paqirab ketadi uni ko'rib. 1000 tilla pul hamdi, oltin. Udoq qarab shat dedi og'izni. Elhamdülillah. Allah bana berdi meni. Ettigen chiqib sabab qilib baqdim. İşley deb baqdim, ish qilsamidi bekim, ya bekim binas bermidi. Allah sana duo qilib o'tiribdim. Sen berding meni. Bu degan nima degan halol menga? Chunki Makkada mendin kambag'al yo'qsul odam yo'q. Menga halol deb turib to'xta deb uning aqli ishga kirdi. Bu sana bekim bermagan tursa buni, ya ishlab topmagan tursang, bu kishiningki tepib olgan narsa bu sening emas. Buni yeysan qanday bo'ldi, sana halol emas, deydi nafsi. Ne, aqli. Nafsi deydi, men shuncha kambag'al tursam, mendek kambag'al odamga durust bo'lmamdi. Hozir bolalarim, oilamdagilarga bir narsa akib bermasam, ulab ketishi mumkin. Ashlarni qutqizish kerak emasmi? Deydi, yana aqli deydi, sen 86 yoshga kirgicha harom yeb boqmading. Endi hozir mushu kishining haqqini hozir yesang, belki 1 minutdan keyin yoki 1 soatdan keyin yoki bir damdan keyin o'lishing mumkin. Qachon o'lishingga garanti yo'q. Agar o'lib ketsang, eng oxirgi hayotingni haromni yeb ketamsan, deydi aqli. Shuning bilan yo'q, buni oson bo'lmaydi. Bir tillani oson bo'lmaydi deb qanday qilishim kerak deb o'tirib, eng yaxshisi buni egisini topsam, egisi bana insofli ya 100 tilla bira, ya 10 tilla bira, shuni bilan bir balarimni qo'shqin to'yg'izaman deb elib uyga olib kirib ko'mak qo'yish qaroriga keldi. Egisini topqicha. Uyga olib kirib eshikni ochib, asta kirib biyani qo'lab ko'mib olsa, ayoli nima ish qilyapsiz deb kelib qoldi. Yo'q, hech qanday ish yo'q. Yo'q, nima ish qilyapsiz? Nima ko'mgan deb ayoli kelib shuni ko'rib qoldi nahbaydan. Shuni bilan endi o ayol kishi degan chidayolmaydi ham. Shuni bilan bu pulni ko'rsatsam, xeylayli deb turamisan deb shuni ko'rsatmay ko'mmoqchi ekan, baribir ko'rib qoldi. Ko'rib qolgandan keyin ayoli, "Mana Allohning bergini mana. Allah bizning ahvolimizni biladi. 9 jonning ochqog'imizni biladi. Bizdan faqir hech kim yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda o'zingni halokatga atmangni deydi. Mushunda tursa, biz yana shu Xudoyim bergan tursa, buni xaylab, buni bir non, binas aktirib, balni qo'shib to'yg'azmay, unda qilsa qanday bo'ldi? Chuqum xaylayli buni. Mushundan bir 2 tillani elib, binas akirim, ballarni to'yg'azaylar. Egisi buni topgan chog'da biz buni xaylabdik deb aytsak, rozi bo'ldi, deydi. Degandan keyin Abu Hurayra, "Yo'q. Men mush yeshimgacha men harom yemedim. Men hozir harom yeb, bu haromda to'y qilib boqishman, o'lib ketsam harom yeb ketamanmi?" "Yo'q." deydi. Ayol, "Yo'q, xaylaymiz" deydi. Agar sen yana shunda xaylaymiz deb turayotgan ishing bo'lsa, seni men qo'yib beraman. Adishib ketimiz bo'ldi. O'yini chiqtiman men. deb turgandan tamam emas ma'qul gap qilmaydi deydi. Shuni ular ko'mab qo'ydi, ko'mab qolib, endi buning egisini topay deb Masjidi Haramga ketdi. Endi Masjidi Haramda shu binasi yetib ketgan odamlar ashada e'lon qilgan. Ko'rganlar bormi deb e'lon qilgan ish bor ekan endi. Shuni ular ashaga borsa, bir Samarqandlik odam Kabening qishda voqir o'tiribdi. "Ey jamoat, ey musulmonlar, mening bir hamyon
yetib ketdi. Uning ichida chin pul bor-da. Ko'rganlar bo'lsa, akib bergan bo'lsanglar deydigan. Hech kim gap qilmaydi. Shuna yana to'sgan e'lon qilib hech kim kelmaydi shundan. Nima odam yeniga kelib, endi shu agar Allohdan qo'rqadigan, pulga noit ehtiyoji bor, yaxshi bir adam teppagan bo'lsa sizning pul melingizni, sizning ashu hamyonni, ashuningga shuni bir ashuni 100ning birini yoki 10ning birini biramsiz yo'q bermayman, birammayman. Allah razı olsun. Teppasin, Allah razı olsun. Ama ben bir narsa bermayman dedigan. Shundan Abu G'iyos asta yana ketadigan. Ketib uyga keldigan. Kelsa ayoli qanday bo'ldi desa, egisini topdim. Ammo hech kim bermaydi ekan. Degandan balki berib qolar apasini deganga men dedim bir narsa bering desam bermayman dedi. Degandan endi ati yana berib beqim balki berib qolar dedi. Ati yana bor ekan. Basi yana shu odam e'lon qilib turibdi ekan. Yani şunun qishqi berib endi sizningki o'sha hamyonni Allohdan qo'rqadigan, pulga ehtiyoji bor, yaxshi bir odam teppagan bo'lsa hamda, shunaqa bir 100ning birini bo'lmasa, 10ning birini bo'lmasa, 100ning birini bo'lsa, biramsiz hamda. Masalan, 10 tilla dak shundoq bir narsa biramsiz. Bersangiz balki teppagan odam shunda deb e'lon qilsangiz, uyda biraman deydi. 100ning birini birman deb e'lon qilsangiz balki teppaga deb o'zini oshkor qiladi degan. Yo'q, men hech kim bilmayman. Alloh rozi bo'lsin teppaginga dedi. Shuni oldi, yana ketgan uyga. Ketib ayoli so'raydigan, qanday bo'ldi? Yana shundoq bermayman dedi deganda. Amisi bermasa qanday qilamiz endi? Buni berib ataylamdi. Qanday qilamiz endi bermagan degan bu odam. Shunda qilsam bo'g'dak emas. Yana bir berib boqay deb bor ekan. Berib yani şu adam e'lon qilib tutgan qishqi kelib endi sizningki bu hamyonni Allohdan qo'rqadigan, pulga ehtiyoji bor, yaxshi adam teppagan bo'lsa, shu 1000dan birini, yani bir tilla bo'lsa biramsiz endi. Qusqi bek ochib olsa, bolalarni to'yg'iza yoki shunda bo'lsa biramsiz, shunda birman deb e'lon qilib baqsangiz balki shu teppaga adam o'zini oshkoralar degan ekan. Yo'q, bermayman degan. Turib ketdi Abu G'iyos. Bo'ldi qarindishim, men teppagandim sizning hamyoningizni. Aqam keling uyda bor ipret etgan. Ma'qul deb ma'qulgan. Bu 3 kunning yanqisi Imom Tabari uchoqda Makkada o'quvchi ekan. Shu 3 kunning yanqisi ashuni taqib qilib turibgan. Yana ashada bo'lgan ishlarni kuzatib turibgan. Oxiri shu chaqda igisi manganda ana aqisdan umi billa mangatgan Abu G'iyosning uyiga. Men 3 aylan kiritgan uyga. Kirgan kumab qo'ygan yerdan oltinni elib biritgan adam. Bergan adam birdan bir sanaytgan. 1000 oltinni 1 2 3 4 5 deb birdan bir sanaytgan. Sanab oladigan. U orliqda uydagi odamning ayoli, 4 qizi, 2 singlisi, qaynonasi ashular ishning yuchuqidan qarab, oltin degan mushunda seriq narsa ekanda, mushunda ovoz chiqatganda buni deb ashuni ko'rib turibgan. Balki bu odam oltinni elib bir siqimni berib etib ketishi mumkin. Albatta shunday qildi-ku deb kutibni intizorda oyinda tursa, adam mingni saq sanab yana shu nimaga hamyonga selib rahmat demay gap qilmay ko'tarib akitgan. Akatgan Muhammad ibn Tabariyimda turib, ular qarab qolib, umi aqsin billa ketgan. Ketdi shuni bilan. Shu orliqda o qaynonasi natbak ochlik va ojizlikdan yiqib tushib aylanib ketgan. Qo'sqa ochlikni. Shunga ayoli kelib, "Yo bu qandoq odam? Bizning o'sha kambag'al uyimizni ko'rib turib, 1-2 tillani qap kesinim bo'ldi. Qo'ymadi" deb degil turgan ekan Abu G'iyos. "Bermadi, endi bermiz qanday qilamiz? Haqqini berib bo'ldi" deydigan. Shunda da yana bularnikini aytib, "Bak mag'dur yo'q, qo'shiqi tex shunda holdan ketgan holda o'ltirsa,
Şu bire aş pişim deyden, bire aş pişim yoki bir qancha soat bo'lishi mumkin hamda. O adam şu Samarqandlik pulning egisi hamyonni ilib qaytib ketgan. Muhammad ibn Tabariyni oqisini birga ketgan yana. Chunki o tarix yozayotgan kishi ayda voqealiklarni shu birga yurib, voqealikni o'z ko'zi bilan ayda yozadi ekan. Tarixi bor shu İmam Tabariyning. Shuni bilan kirib o'tirib, "Kepsiz qo'yamdi. Yana nima deb keldingiz? Pul kam ekan yo'q, yo'q, kam emas ekan, men saq ketganman. Endi ish mundaqdi. Men Samarqandlik. Mening dadam 3000 tilla puli batdi. 3000 tillaning 1000 tillani aşı qarindoshlarimga uylashtirib berdi hayot vaqtida. 1000 tillani meni haramga jabtib avatdi. 1000 tillaga haj qilib aşağıda ibodat qilib kelgandim. 1000 tillani yana men qo'shib berib, mushu 1000 tillani men vafot bo'lib ketgandan keyin, mening vafot bo'lib ketgan xabarimni sen anglagandan keyin, aşı Makkadagi eng yo'qsul oilaga mingni berib etgan deb vasiyat qilgandi shu chog'da. Şunu men sizlarga 1 tillanımı beremagan, 10 tillanımı beremagan. Çünkü dadamning vasiyati vardı, bu mening emasdi bu pul. Şunu beremagan. Endi hozir menga xabar keldi, dadam vafot bo'lib ketibdi. Endi men dadamning shu vasiyatini yurgizishim kerak. Dadamning vasiyati bo'yicha Makkadagi eng kambag'al oilaga shu 1000 tillarni berishim kerak. Endi men ko'ryapman, sizlardimmi faqir oila yo'q. Tek turudanda. Sizler en kambag'al, en pulga ehtiyojli, en iffetlik yani yaxshi oila ekansizlar. Bo'ldi sizlarga mushuni berib etman deb 1000 tillani berib ketgan. 1000 tillani to'liq bergan. Berganligi shundan keyin Abu Lubaba yo'q Abu G'iyas ayoliga aytgan. Siz mushu pulni xaylayli, bir tillani olsun xaylayli, bizga halol deb ayda deb ketgandingiz. Men endi mushu ishimgacha harom yemagan, harom yemayman, mushuning sabr qilaman deb ayda turibdim. Alloh taolo bizning holimizni bilgachga, mushu 1000 tillarning hammasi bizga buyurib berdi. Bizning asha haromdan o'zimizni tutib sabr qilganligimiz uchun Alloh mushu 1000 tillarni bizga buyurib etdi deb tushundirib, endi o'tiringlar deb Muhammad ibn Tabariyni sizmi o'tirib Sizmi bir şey kelgandigan hamda payg'ambarimiz qanday bir hadiya kelsa, u hadiyani atrofda yendi o'tirganlar hammasiga beradi. Mesela Rasulullah'ın aldığı bazıda xoma keletdi, bazı üzüm keletdi. Rasulullah hadiya deb kelsa, o'tirganlar hammasiga taqtib, hammadan bahramand qiladi. Shu sunnat bo'yicha men sizni bahramand qilaman. Biz 9 jon, siz bilan 10 bo'ldik. Anda o'g'alga bu shu 1000 tillarni biz 100 dan arishimiz deb turayotgan Abu G'iyas. Muhammad ibn Tabariy, mening nima haqqim bor? Buni hech qanday haqqim yo'q, meniki nasibam yo'q degandan tamam ben rozi bo'lib berganligim bo'ldi u. Siz endi mushu ahvolini ko'rdingiz, bu pul bu bizning pulimiz emas, Alloh berdi meni, anda o'g'alga biz 10 kishilik qilib oriyli deb sanab o'tirib hammasiga 100 tillardan ayirtgan. Ashad 100 tillarni bilishgan. Bilishib o adam 2 tillarni buzdirib, 2 tillar deganni pulga buzdursa nati chiq gapdan 2 tillar oltin degan. Shundan ashada go'sht, meva, kebab, non, ayda binasini o'ylin rosa to'shqizab, do'stligini to'shqizab, o'ylikilni ashu rosa yaxshi obdan bekib taqdirgan. O orliqda Muhammad ibn Tabariyni iftaq qilib 100 tillarni elib chiqitgan. Shuni Muhammad ibn Tabariy yozadi. Mushu 100 tillar menga notibak asqatdi. Nurg'un kitoblarni setib oldim, nurg'un ilm safarlarini qildim, menga shunda xizmat qildi deydi. 100 tillar menga bak barakatli bo'ldi. Shuni bilan uzun qamay Makkadan ketdim. O'zimni yutuqqa ketdim deydi. Tabaristonga ketdim. Ketib 16 yildan keyin yana bir hajga bordim, haramga bordim. Berib o'sha odamni izladim. O'sha odamni izlasam, Abu G'iyas men ketib bir 2 oydan keyin vafot bo'lib ketibdi ekan.
Onunki aşu ikki singlisi 4 qizi aşular mushu Mekkening nayt boy ahli ilm olim ashundaq odamlarga tegibdi deydi. Har birining xizmatchilari bor. Turmushi shunday yaxshi. Men ularni uchrashib, shu dadangizning do'stidiman ashu chaqdagi, ashu vaqtidagi sizlarning voqealiklarni ko'rgan odamdiman. Deb ayda o'zim tanishtirgandan keyin meni tanib ular bak hurmatimni qildi, shunda ikrom qildi, izzatladi. Andan jiq yordamlarni qildi menga deydi. Onundan keyin mushu qissini Suriyalik olim Ali Tantavi degan kishi buni bir hikoya shaklida texmi kengaytib, texmi bunda ta'sirli qilib yozib chiqdi bu qissani. Bu qissa azim shu arab dunyosidagi olimlar ba'zi so'zlab qo'ydi mushu qissani. Nayt mashhur bir voqealik hamda shu Makkada bo'lgan voqea. Buningdan bizning oldigan darsimiz hamda savrning tigi oltin. Endi shu o'zining nafsini kontrol qilib, haromga berilmay, ayni o'lim halokatiga yaqinlashib qolgan vaqtidami, hatto Qur'on Karimda hamda chorasiz qolganda o'limdan saqlanib qolish uchun, ochlik sababli o'lib ketishdan saqlanish uchun harom narsani bo'lsa-mu yegili bo'ladi deb ruxsat qilingan tursa-mu, lekin u odam 86 yoshgacha harom yeb boqmay endi mishati bir qancha lahzaga, bir qancha kun, bir qancha soatga chidamay, men shu haromni yesam, oxirgi umrimda harom bilan ketib Allohning oldiga qanday boraman deb qattiq shu o'zini tutib Allah'ınki emrini tutup bu halal haram meselesinde ayda kılganlık için Allah Teala onu şundan mukaffatlaydı ki o talep kılgan bir dirhemnin onuğa yani bir tillanın onuğa ay 1000 tillanın hemesini bir veyde kılgan. Hayat aşında kaldı. Bizden kılgan sevirçallığımız, bizden kılgan pidakarlıkçallığımız bunun hiç kaysı bakağı etmeydi. Allah Teala hemmini bilip durdu, hemmini bilip durdu. Allah Teala özü bilip şu bizden ahvalımız qarab, şunun mükafatını berdi. Bakağı ketmeydi bizden kılganlığımız. Bakağı ketmeydi. Çünkü sever imanın yerimi. Onun bir yerimi şükür. Müslüman adam hoşal olgan çağda, payda tapgan çağda şükür kılıdı. Xap olgan çağda, ziyan tatgan çağda sever kılıdı. Her ikilisinden savab qazandı. Şükür qilgan odamni savab topadi, sabr qilgan odamni savab topadi. Alloh taolo hammamizni sabrdan iborat mushu katta amalning savobiga erishadigan mu'minlarni qilsin. Amin.